Bismillahirrahmanirrahim. Burada Ahmad Harb degan avliyo bo'lgan. O'sha usuldan Ahmad Bozorgoni degan bir kishi bo'lgan ekan. Ahmad Harb bu o'tda ömrünü, vaqtisini Alloh taologa ibodat qiluvga sarflagan. Qolaversa, bir ko'z ilimchilik vaqtda Alloh taolaning zikridan bo'sh qolmagan avliyo zot bo'lgan ekan. Al Ahmad Bozorgoni bo'lsa, bunun teskirisinde tuni kuni o'y fikri vaqtini shu dunyo uchun sarflagan odam ekanda. Ahmad Harb shu darajaga chayin zikrga Allohga berilgan odam ekan. Bir kun sheriklarining biri anan burutungiz o'sib qolibdir. Burutungizni men qisqartib tezlab qo'yayin deganda, mayli jaratdi, anan keyin al qisqin qaytisini olib, ustarasini olib, anan keyin burutini qisqartishga kirishgan ekanda. Bu Ahmad Harb bo'lsa taqila zikridan to'xtab etgan. O'zi g'urab zikr qilaverayotganda, ustara kesib ketadi, ana g'uraversa. Anam dirasini tuturum, burutingizni qirib qo'yayin desa-da, g'urataverayotganda zikr solib. Oxiri kesibda ketib berek yerini. Dag'lanan keyin Şimdi bir minut to'xtab tursa, bo'laman desa, ag'ada ko'nbay, sen ishingni qilaver. Sening ishing o'sha burut qisqartish, burut tegizish, burut qirish, shuni qilaver. Men de o'zim ishimni qilaveraman debdir-da. Anan alda ishini qilavertir, bulda ishini qilavertir, burutni qisqartib kucha qancha yerin kesib qanag'ib ketgan ekan-da. O'shanchalik zikrga berilgan odam ekan, shu 1 minut vaqtini to'xtatgan emas ekan-da. Anan bir jaqa barganda, alsiraq jaqa barganda, anan tug'andari qattiqatganda, aman eson yurasingmi, qachon kelasing deganday qilib qattiqatgan. Anan bu o'sha qattiq o'qib olib, o'shaga javob yozishga vaqt topmayotgan. Chunki bular 3-4 jo'liq xat yozib, bir jo'ngda aytib qo'ysang, shu darangda aytib qo'ysang, shu bar jo'ngda aytib qo'ysang, bu deb 3-4 jo'liq xat yozib tur, hech biriga misal shu javob yozishga vaqti yetmayotganda, zikrdan bo'shab aytgan. Oxirana bular qayra yozavergandan keyin namozga azon aytilgan vaqtda asr namoziga ana shu qomat aytguncha kichkina bir vaqt bo'lib qolayotganda, shunda bo'shab qolayotganda, shunda da o'z yozishga qo'l tiyib, she'riga aytib qo'yayotgan, sen mana shu qatlarga javob yozib qo'ychi. Bular meni ko'p bezovta qilvasin, meni vaqtimni olvasin. Shuni yozib qo'y. Alar qat yozuvni alik bo'lmay, Allohga zikr qilmay alik bo'lsin-da, deb yozib qo'y deb o'shonida o'zi yozib she'riga yozdirgan ekan-da. Shunchalik Allohga berilgan, zikrga berilgan odam bo'lgan ekan. Qolaversa jang'day bir ko'z irimchilik vaqtda bosh vaqt yo'q ekan-da. O'shuning teskarisi Jalal Ahmad Bozorgonidir. Bu tunni kuni o'y fikri dunyoda ekan-da. Dunyoning o'y fikrini taqib boshab etgan bo'lsa. Ana bir kun ana kechgacha ana savdo sodiq qilib aqshalarni jinab kelib ana kechqurun aqshalarni to'g'ri olib boshlig'idan esab tekkan-da. Ana xizmatgariga tamoq qilib kel desa, ana tamoq qilib kelib oldiga qo'yibdir. Al shunchalik dunyoga berilgan ekan, al tamoq qilib kelganida tamoqni oldiga qo'yganida bilmayotganda, anan bir vaqtdan charchab qiqratganda xizmatgari, "Menga tamoq olib kelmaysingmi?" dedi. "Tamoq olib oldiga qo'ydim-ku" desa, qarasa tamoq turadi. Bilmizlab qoltirib bor ustib keldi ekan. Al paranaga qayran ustib anaki yaxshilab olib kelsa dag'ilaq sesib o'tadi-da. Dağın aldan qo'yib chiqib ketadi. Dag'il shu esepten bo'shab aytganda, ananda tamog'imizda qoladi. Bir vaqtdan keyin dag'in tanga deb qolgandan keyin dag'in qiqiradi. Tamoq olib kelmaysingmi deb. O tamoq oldingizda turadi-ku. Bizda qaltirib bor ustib keldik. Anan dag'in 3-yo'li borib anan ustib keladi. Ustib kelib oldiga qo'yib dag'in chiqib ketadi. Bir vaqt kelib qarasa uxtab qolibdir. Tamog'ini ichib charchab aqcha eseptayver. Anan aqran keyin tamoqni unday qo'liga surtib turib, laptarga surtib qo'yibdir-da. Surtib qo'ysandan keyin uyg'onib ketib, unday o'zini lavni qimildasa tamoqni chiqadi. Laptarni jalab, "Men tamoq yeb to'yganman turmayman. Tag'arini olib qo'limni juvalayin, o'zlarini juvalayin" deb so'zlaydi demişda. Shu darajaga chayin dunyoga berilgan odam ekan. Alloh taolo ish qilib bardig'ida jang Ahmad Harbda zikrga berilgan odamlardan bendalar qatori qilsin, jangday dunyoga berilgan bendalardan alis qilsin. Ahmad Harb balasi bo'lgan ekan, o'sha balasini tavakkulga o'rgatish uchun bir uyga kirgizib, savoq berib, savoq tushirasың, savoq o'qiysan deb oldiga ko'p kitoblar qo'yib, anan qursog'ini ochsa, chavar ekan, eshigi bor ekan, manaqdan tamoqsama kirib turatganda, ana shu qarab turib, tekchaga qarab tur, "Ya Allohim, men qursog'im ochdi, suv ichem desang, suv keladi. Tamoq yeyim desang, tamoq keladi. Non yeyim desang, non keladi" debdir-da. Jash bo'ladi ana. Ana savoq o'qib o'tirgandan keyin charchab, ana suv sasa
Ya Allah'ım men su içkim kelip atat dese, dayla qarasa, idişte su turat, al içip alatken. Dağınanan oku qursağı açkanda, ya Allah'ım men qursağım başı tamaq jegim kelip atat dese, day qarasa, tamaq turatken, tamaq jep toyup alatken. Al Ahmad Harb atasının arzakta öz adamlar koyup qoyatken, qarap turatken da. Emine dese, oşu aytken derse daro koyup qoyatkenler da. Tövekkelge Allah Taala tövekkelini üreteyindir. Anam bir gün qanday işler bolup bari ketip qaldılar ýa-da. Ýüzün ketip galypdan keyin keşke malanan kelip bala öyle kalp ettiler, taza aşağı kaldı eken, ne oldu eken, kınaldı eken. Dönen keyin kelönen keyin balasından sorattırdı. Balam kanday kursağın açmadı o dese, ne kursağım açma, kündege değil o vaqada tamağımı jep, suwuny içip, nan jep oturdum da dedi. Kanday dese, şu kündege değil, ya Allah'ım dep Allah'ımdan su sorasam su verdi. Nan sorasam nan berdi, tamak sorasam tamak berdi degen eken. Ene bu şu günde Allah'tan sorap bir Allah'a tevekkel kılıp, şu tolluk işenip kalganda 100%. İşenip kalıp, o gün Allah ketip kalgan eken, hiç kim yok eken. Şonda da ya Allah'ım su içem dese, su payda olup kalgan. Nan jeyim dese, nan payda olup kalgan. Tamak jeyim dese, tamak payda olup kalganda. Şundaýyn eger çin adam yüregini koyup, çin jürek bilen işenip durup Allah Taala'dan sorasa tevekkel kılıp, Allah Taala beri öğretken de. Anakina demek bu balam çınığı tevekkelge berilipdir. Tevekkel yapışıptır. Devanan kim başka köngül burgay kılgan kenge balasga. Jany tevekkel kılıp Allah Taala gaýpdan tamak berip, tamak edip jüri bergen eken de. Şundaýyn biz Allah Taala özüge tevekkel kılsak, kanday iş bolsa da Allah Taala jardan beri öğretken.